Lekin yomon ekan maskana. Ha? Ajoyib ekan. Eng qizig'i borku, unda qarasangiz, xuddi Hishnik kinosida vijir ko'rasiz. Shunaqa qilingan ekan, oynasi borku. Jetor T2 ni shu darajada full komplektatsiyasiga bitta like bosib qo'ying-da. Mana qarang, mana bu joyiga. Mana ukkilarini ko'rsangiz, ukkilarigacha qo'yib qo'ygan ekan. Buni o'zlari qo'yganlar, lekin mana oldidagi dugasi, mana balonlar, tegan polni zashti. Undan tashqari tomga qo'yiladigan stoykalari, deflektor, balobatlar, farani zashtalari. Avtosalondan olsangiz bo'lmaydi. O'zingiz palon pulga, bilmayman, 5 ming, 10 ming dollarga olib keltirib qo'yadigan do'popcha hisoblanadi. Eng qizig'i, bu 2 litr turbina motorligi va eng full ekan, Jetor T2 ni. Gap yo'q, lapatkalarigacha bor ekan. Teshib qo'ymay salonni. Keyin 19000 probeg, 2024-yil apparat. Agar siz hodis shuni 19000 yurmaganini olaman, siz avtosalondan 41 minglarga olar ekansiz. 2 litr turbinali eng fullini va plus shuncha do'p opsiya, bilmayman, 10 ming dollarlik do'p opsiyalar tiqib tashalgan. Srochniga 19000 probegli. Shuni aytgancha polni kuzov bronoplyonka qo'yilgan. Bu esimdan chiqib qopti borku. Srochniga 34500 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Bosib yuboring, ketib qoladi. Maska ham bonus bo'lib ketadi.